hurmatli ahli kasavalar, xush kelibsizlar. Mahmudjon ukamizni eslab eshittirishiga kelganinglarga ming rahmat. Shu yerda o'tirganlar bilan qariyb 40 yil birga ishladik desak ham bo'ladi. Endi nima deymiz? Mahmudjon Alloh yuqtirgan shirali ovoz sohibi. Bu yigit bilan birinchi kelganda o'zimiz ijod qilganmiz. Ana ekan Abduhoshimga topshirganman. Endi topshirganman. O'zim olib kelganman nima deysizda? Yo'q, o'zi kelgan. Ustozlar olib kelgan. Endi bu Mahmudjonni yutug'i Andijon oblasida o'sha bizning pir ustozimiz G'ulomjon Hojiqulubni yonida ko'p yurganlar. Fattohxon aka Mamad Aliyevni yonida yurgan. Bu yigit rosa pishgandan keyin, taklif qilgandan keyin Toshkentga maqomga kelgan. Bu yerga kelib yana bu baxtli peshanasi yiltillagan bo'lar ekan, Orif Hatamov qo'liga tushdi. Bu yoqda Quvondiq Iskandarov, endi misol Orif Ali Mahsumov. Umuman Mahmudjon katta dashqozonda qaynadi. Shuning uchun ham bu yigit qilgan mehnatlari, qilgan butun san'atga qo'shgan hissalari uchun mana davlatimiz tomonidan oliy chiroyli hofiz unvonlarini Mahmudjonga, rahmatli Mahmudjon Tojiboyevga, mana Hasanboy akamga, Fattohxon akaga, Orifxon akaga bularga berdi. Bular shular qatori mana hozir endi ustoz mana Yunus Ajabiy nomidagi institutda o'zidan shogirdlar maqom yo'llarida o'tkazyapti. Biz xursandmiz. Bolalariga bosh olsin. Salomat bo'ling. Boya Hasan akam aytganda yuzlarga kerak. Rahmat. Rahmat, salomat. Rahmat. San'at